Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar va odatdagi yangiliklarimizni boshlaymiz. Boshlashdan oldin katta iltimos, meni ko'rayotgan bo'lsangiz, podpiskani bosinglar. Podpiska bizning kanalimizga rivojlanishiga juda ham yordam beradi. Iltimos, shuni bosib qo'yinglar. Assalomu alaykum. Moskva hamda Moskva oblastidagi diqqatiga. Sizlarga ishonchli xizmatlarimizni taklif qilamiz. Turdovoy dogovor bazasi ishonchli original registratsiya va uni продление qilish, SNILS, NNN, pasport перевод hamda deportni tekshirish. Shu va boshqa xizmatlar uchun bizga WhatsAppdan aloqaga chiqishingiz mumkin. Unutmang, biz sizga eng ishonchlisini tavsiya etamiz. Rossiyada koloniyadan qochgan o'zbekistonlik politsiyaga qarshilik ko'rsatgani uchun 10 yilga qamaldi. Assalomu alaykum qadrli mehmon, videodan to'liq xabardor bo'lish uchun videoga like va podpiskatsiya tugmalarini bosib qo'ying. O'zbekiston fuqarosi Lipetsk viloyatidagi axloq tuzatish koloniyasidan qochib qo'lga olinishi vaqtida politsiyachiga qarshilik ko'rsatgan. Fuqaro 2024-yil oktyabr oyida yana 5 nafar mahkum bilan birga ikkinchi sonli axloq tuzatish koloniyasidan qochgan edi. Ular Tambov viloyati hududida qo'lga olingan. Qolgan qochganlar ham Markaziy Osiyolik bo'lgan. LDPR partiyasi rahbari Leonid Slutskiy federal byudjet yukini yengillashtirish maqsadida Rossiyadagi migrantlar uchun ijtimoiy pensiyalarni bekor qilishni taklif qildi. Bu haqda u Gazeta.ru nashriga ma'lum qildi. Rossiya ayni paytda juda muhim vaziyatni boshdan kechirmoqda. Harbiy, ijtimoiy, demografik va boshqa muammolar, bularning barchasi katta resurslarni talab qiladi. Slutskiyning so'zlariga ko'ra, bu fonda davlat hozirda rus millati qurilishiga hech qanday hissa qo'shmagan, migrantlarning pensiyalari uchun mablag' sarflamoqda. Shu munosabat bilan LDPR yangi kelganlar uchun bepul ijtimoiy imtiyozlarni bekor qilish zarur deb hisoblaydi. LDPRning taklifiga tushuntirish xatida qayd etilishicha, chora pensiya tizimini asossiz ijtimoiy majburiyatlardan himoya qilish va byudjet yukini kamaytirishga qaratilgan. LDPR partiyasi rahbari Leonid Slutskiy federal byudjet yukini yengillashtirish maqsadida Rossiyadagi migrantlar uchun ijtimoiy pensiyalarni bekor qilishni taklif qildi. Bu haqda u Gazeta.ru nashriga ma'lum qildi. Rossiya ayni paytda juda muhim vaziyatni boshdan kechirmoqda. Harbiy, ijtimoiy, demografik va boshqa muammolar, bularning barchasi katta resurslarni talab qiladi. Slutskiyning so'zlariga ko'ra, bu fonda davlat hozirda rus millati qurilishiga hech qanday hissa qo'shmagan, migrantlarning pensiyalari uchun mablag' sarflamoqda. Shu munosabat bilan LDPR yangi kelganlar uchun bepul ijtimoiy imtiyozlarni bekor qilish zarur deb hisoblaydi. LDPRning taklifiga tushuntirish xatida qayd etilishicha, chora pensiya tizimini asossiz ijtimoiy majburiyatlardan himoya qilish va byudjet yukini kamaytirishga qaratilgan. Tulada patent narxi 25 ming rubl bo'lishi mumkin. Viloyat gubernatori Dmitriy Milyayevning ma'lum qilishicha, Tulada 2026-yil 1-yanvardan boshlab migrantlar uchun patent to'lovini 25 ming rublga oshirish rejalashtirilmoqda. Hozirgi to'lov 11.200 rublni tashkil etadi. Bundan tashqari, u yerda patentli migrantlar ishlashi taqiqlangan sohalar ko'paytirilmoqda. Tataristonda migrantlar uchun patent narxi oshadi. 2026-yildan boshlab Tataristonda chet el fuqarolari uchun ishlash uchun ruxsatnoma narxi 8% ga oshib 7.900 rublga yetadi. Chet ellik ishchilar uchun jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'i bo'yicha qat'iy belgilangan avans to'lovlarning hududiy koeffitsiyenti 2.55 etib belgilandi. Ushbu koeffitsient ruxsatnomaning yakuniy narxini belgilaydi. Natijada joriy yilga nisbatan summa 622.6 rublga oshadi. Tegishli qonun bugun Tatariston Respublikasi Davlat kengashi tomonidan tasdiqlandi. Tatariston mehnat, bandlik va aholini ijtimoiy muhofaza qilish vaziri Elmira Zaripovaning so'zlariga ko'ra, koeffitsient migrantlarning rejalashtirilgan o'rtacha oylik ish haqining 13% daromad solig'i asosida hisoblab chiqiladi. Uning ta'kidlashicha, byudjet daromadlari ko'paytirilishi va chet ellik ishchilar uchun ish haqi miqdorini kamaytirishi mumkin. 2023-yilda patent narxi 6.800 rublni tashkil etgan edi. O'sha yil oxiriga kelib viloyat byudjetiga migrantlardan 2 milliard rubldan ortiq soliq tushdi. 2024-yilning 8 oy davomida bu miqdor 1.7 milliard rublga yetdi. Yil oxiriga kelib esa rasmiylar bu ko'rsatkich 2.3 milliard rublga yetishini taxmin qilmoqda. Joriy yilning 1-iyun holatiga ko'ra Tataristonda patent bo'yicha ishlayotgan 38 ming xorijiy fuqaro ro'yxatga olingan.